Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Qashqadaryo telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda muloqot ko'rsatuvining navbatdagi soni. Ma'lumki, bugungi kunda jinoyatlarni fosh etishda zamonaviy texnologiyalar va ilmiy yondashuvlardan keng foydalanilmoqda. Ayniqsa, bu borada ekspert kriminalistika sohasi dalillarni to'plash, jinoyatlarni fosh etishda va haqiqatni ro'yobga chiqarishda muhim o'ringa ega hisoblanadi. Anglaganingizdek, bugungi suhbatimizda sohaga oid yangiliklar, amaliyotda sohaning insonlar, fuqarolar hayotida tutgan o'rni haqida suhbatlashamiz va bu borada viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi kriminalist mutaxassislarni studiyamizga taklif etganmiz. Dastavval teletomoshabinlarimizga o'zi ekspert kriminalistika sohasi haqida ma'lumot berishdan mavzuni boshlasak va keyin batafsil yangiliklar haqida so'z yuritsak. Ekspert kriminalistika sohasi yuqorida aytib o'tganingizdek, jinoyatlarni issiq izdan fosh qilish, dalillarni to'plash va ushbu aniqlangan dalillar orqali shaxslarning aybliligi yoki aybsizlik masalasini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Juda qadim tarixlarga ega. Bu haqida aniq bir davrni aytib bo'lmaydi, lekin tarixchi olimlarning kuzatishlariga ko'ra, dastlabki kriminalistik bilimlar ibtidoiy jamoat tuzumida yashagan insonlarda ham bu sohaga oid bilimlar mavjud bo'lgan. Aytishimiz mumkin, o'sha ibtidoiy jamoat tuzumida yashagan insonlar ovchilik mashg'ulotlari bilan shug'ullangan vaqtlarda hayvonlarni yo'nalishini kuzatish, qay tomonga harakatlanishi haqida ulardan qolgan izlarga asoslanib hayvonlarni ov qilish va tutish uchun o'zlarida ko'nikmalar shakllangan. Keyinchalik keyingi davrlarda esa Misr, Mesopotamiya, qadimgi Rimda ham kriminalistika sohasiga oid bilimlar, ko'nikmalar shakllangan va bu sohaga taalluqli bo'lgan bilimlar asosan harbiy yo'nalishda foydalanilgan. Misol qilib aytishimiz mumkin, dushmanning qanday qurollardan foydalanganligi haqida o'zlarida maxsus bilimlar shakllangan. Va bundan tashqari jinoyatchilikka qarshi kurash masalasida ham ularda jinoyatlarni fosh qilish sohasida dastlabki kriminalistik tushunchalar shakllanib boshlagan. Qashqadaryo viloyati ekspert kriminalistika markazida asosan ekspertiza tadqiqotlarini o'tkazish yo'nalishda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bizda 15 dan ortiq ekspertiza turlari bo'yicha tadqiqotlar o'tkaziladi. Ekspertiza turlarini birma-bir sanab aytib o'tadigan bo'lsak, giyohvandlik vositalari bugungi kunda respublikamizda narkotik giyohvandlik moddalarga qarshi kurash keng olib borilmoqda. Bu sohada ekspert kriminalistlarning ham roli katta. Bizda giyohvandlik vositalarini tadqiqot o'tkaziladi va fuqarolardan olib qo'yilgan moddalar aynan giyohvandlik turiga kiradimi yoki kirmasligi yuzasidan aniq ekspertiza xulosalari beriladi. Qo'shimcha qilib aytish mumkin, yo'l transport hodisalari yuzasidan ekspertiza tadqiqotlari o'tkaziladi. Bunda yo'l transport hodisalarini sodir bo'lish mexanizmlari, unga sharoit yaratib bergan omillar, sodir bo'lishining sabablarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkaziladi. Xatshunoslik ekspertizasi tadqiqotlari esa imzo va yozuvlarning muallifini aniqlashga muhim o'rin kasb etadi. Hujjatlarning texnik kriminalistik ekspertizasi esa hujjatlarning haqiqiy yoki soxta ekanligi bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar beriladi. Bundan tashqari ballistika ekspertizasi ham mavjud bo'lib, bunda respublikamizda ovchilik jamiyatlari tomonidan foydalaniladigan, ovchilarimiz tomonidan foydalaniladigan qurollar ekspertiza o'tkaziladi va ularni foydalanishga yaroqli yoki yaroqsiz ekanligi, agarda bu qurollar yordamida jinoyat sodir qilingan bo'lsa, bu jinoyatlarni ballistik ekspertizasi yordamida fosh qilish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Trassologiya ekspertizasi esa hodisa sodir bo'lgan joydan olingan jinoyatchi tomonidan qoldirilgan izlarni, jumladan poyabzal izlari, avtomashina shinasidan qolgan izlar, qulflar, buzish qurollari izlari yuzasidan tadqiqot o'tkazilib, jinoyatni fosh qilish uchun muhim bo'lgan ilmiy asoslangan xulosalar beriladi. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazida aynan mana shu yuqorida sanab o'tilgan xizmatlarni amaliyotda tatbiq etish uchun qanday shart-sharoitlar yaratilgan o'zi? Bugungi kunda markazimizda juda ko'p imkoniyatlar yaratilgan, jumladan texnik vositalar bilan ta'minlanganmiz. Ekspert kriminalistika bosh markazi tomonidan butun MDH davlatlari va boshqa dunyoning rivojlangan yetakchi davlatlari bilan hamkorlik olib borilgan. Bunda o'sha Turkiya, Xitoy, Hindiston, Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlik olib borish natijasida respublikamizda barcha viloyatlarda eng
so'nggi zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlangan. Jumladan bizda ham mobil kriminalistik laboratoriya mavjud. Bunda hodisa joylariga borib ashyo dalillarni tadqiq qilish va zudlik bilan jinoyatlarni issiq izdan fosh etish imkoniyatini beruvchi barcha texnik vositalar bor. Axborot qidiruv tizimlarimiz mavjud. Ya'ni o'sha barmoq izlari orqali shaxslarning kimligini aniqlash, yuz qiyofasi orqali shaxsga oydinlik kiritish uchun keng imkoniyatga ega bo'lgan dasturlar mavjud. Yuqoridagi fikrlarga qo'shimcha sifatida ekspert kriminalistika markazi hamda uning hududiy bo'linmalari tomonidan faqatgina ekspert kriminalistik tadqiqotlarni o'tkazib, ularga xulosalar berishdan tashqari, markaz xodimlari hamda tuman shahar hududiy quyi bo'linma xodimlari ham hodisa joylarini ko'zdan kechirish jarayonida dastlab mutaxassis sifatida voqea joyiga tezkor tergov guruhi bilan birgalikda yetib boradi. Hodisa joyida jinoyatlarni issiq izdan fosh etish borasida ashyoviy dalillarni aniqlash, hodisa joyidan ularni olish, xususan masalan qo'l barmoq izlari yoki jinoyatchidan gumondor shaxsdan qoldirilgan har qanday izlarni sifatli tarzda olib, kelgusida tekshirish uchun tergovchiga taqdim qiladi. Olingan ashyoviy dalillarni, masalan, oladigan bo'lsak, qo'l barmoq izlarini oladigan bo'lsak, o'z vaqtida tekshirish uchun taqdim etib, voqea joyida qolgan izlardan gumondorning shaxsini aniqlash yoki o'sha qo'l barmoq izi kimga tegishligini aniqlash borasida ishlarni amalga oshiradi. Bundan tashqari, ekspert kriminalistika markazi xodimlari qo'shimcha tergov harakatlarida mutaxassis sifatida ishtirok etadi hamda tezkor qidiruv tadbirlarida ham ishtirok etib, ularni kriminalistik texnik vositalar bilan ta'minlashda hamda ishtirok etishda o'z yuqori hissasini qo'shadi. Ekspert kriminalistika sohasida qanday yangiliklar joriy etilyapti, xususan Qashqadaryo viloyatida? Bugungi kunda respublikamizda jinoyatchilikning asosiy qismini hammamizga ma'lum kiber jinoyatlar tashkil qilyapti. Endi bu yo'nalish bo'yicha ham ekspert kriminalistlar tomonidan ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan respublikamizda raqamli ekspertiza joriy qilindi. Kiber jinoyatlar bilan bog'liq bo'lgan raqamli dalillarni aniqlash va ularni tahlil qilishdan iborat. O'chirilgan fayllarni tiklash, zararlangan yoki shifrlangan fayllarni aniqlash, telefon va boshqa mobil qurilmalarni parollarni ochish va undagi ma'lumotlarni tahlil qilish, messenjerlarni va metadatalarni tahlil qilishdan iborat bo'lgan ishlar amalga oshiriladi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri tomonidan 2022-yil 15-avgustda chiqarilgan 313-sonli buyruqqa asosida Ichki ishlar vazirligi ekspert kriminalistika bosh markazi, Ichki ishlar vazirligi akademiyasining kriminalistik ekspertizalar kafedrasi, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar ekspert kriminalistika markazlari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga pullik asosda xizmatlar ko'rsatishi yo'lga qo'yilgan. Xatshunoslik tadqiqotlarini o'tkazish, ya'ni imzolar va yozuvlarning mualliflarini aniqlash. Bundan tashqari hujjatlarning texnik kriminalistik ekspertizasi tadqiqotlarini o'tkazish, muhrlar, shtamplar, qalbaki pul kupyuralari, qimmatbaho qog'ozlar, boshqa shaxs tasdiqlovchi hujjatlarni tekshirish, ular bo'yicha xulosalar berish hamda ushbu jarayonlar bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish borasida ham pulli xizmatlar o'tkaziladi. Bundan tashqari, ballistik ekspertiza tadqiqotlarini o'tkazish, o'qotar qurollar, ov qurollari, pnevmatik qurollarni yaroqliligini aniqlash hamda o'q dorilari bilan qurollarni o'zaro taqqoslagan holda ularni izlarini baza ta'minotlariga kiritib borish. Bundan tashqari, sovuq qurollar va uloqtiruvchi qurollar bo'yicha ekspertiza tadqiqotlarini o'tkazish, transport vositalarining texnik holati tadqiqotlarini o'tkazish, yo'l transport hodisasi mexanizmlari tadqiqotlarini o'tkazish, transport trassologiyasi tadqiqotlarini o'tkazish, kimyoviy moddalar ekspertizasi tadqiqotlari, giyohvandlik vositalari bo'yicha ekspertiza tadqiqotlari. Bundan tashqari, shaxsni biometrik ma'lumotlari bo'yicha identifikatsiya qilish yuzasidan portretning ekspertiza tadqiqotlarini o'tkazish amaliyotlari ham yo'lga qo'yilgan. Oladigan bo'lsak, asosan fuqarolarimizda ko'p uchraydigan muammolar xatshunoslik ekspertizasi yuzasidan ularni nomlaridan bank hujjatlarida yoki boshqa tashkilotlarda ularni imzolari, yozuvlarini soxtalashtirish natijasida fuqarolarning huquqlari buzilishi jarayonlari juda ko'p kuzatilyapti. Ularning o'zlari xabari bo'lmasdan imzolari, yozuvlari qalbakilashtirilib, kreditlar olinishi yoki kafil sifatida o'tkazilishi yoki korxona tashkilot xodimlarini o'zlarining xabari bo'lmasdan imzolari, yozuvlari soxtalashtirilib, ishdan bo'shatilish holatlari kuzatilyapti. Ushbu holatlar bo'yicha yoki boshqa yuqorida aytilgan ekspertiza tadqiqotlari turlari bo'yicha fuqarolarda, jismoniy yuridik shaxslarda
muammo yuzaga keladigan bo'lsa, o'zlarining arizalari yoki advokatlarning so'rovlari bilan shartnoma asosida pullik xizmatlar ko'rsatilib, ekspertiza xulosalari berilib, ularni buzilgan huquqlari tiklanishida kelgusida ilmiy asoslangan ekspertiza xulosasi asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarimizga erkinliklar yaratish, ya'ni bu sohani soddalashtirib fuqarolarga xizmat ko'rsatishdan iborat. Oldin fuqarolarimiz ekspertiza tadqiqotlariga agar muhtojlik sezsa, albatta ichki ishlar organlari yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishi lozim edi. Endi albatta bu yerda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilinganda bir qator qiyinchiliklar yuzaga keladi yoki muddatlar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli fuqarolar o'zlari to'g'ridan to'g'ri bizga murojaat qilishi mumkin yoki bo'lmasa yuridik shaxslarning vakillari ham xuddi shunday. Hozir amaliyotda ko'plab bizga advokatlar tomonidan advokatlik so'rovi asosida murojaat qilinmoqda va bu murojaatlarni biz o'z vaqtida samarali tarzda hal qilib bermoqdamiz. Fuqarolarda yuzaga keladigan eng ko'p muammolar xatshunoslik ekspertizasi bo'yicha, masalan, kredit olish masalalarida bank hujjatlarida o'zlarining xabari bo'lmasdan boshqa shaxs tomonidan ularning imzolari qo'yilib, soxtalashtirib kreditlar olish yoki kafil sifatida shaxs o'zi xabari bo'lmasdan uni nomidan imzolar qo'yib kafil sifatida o'tkazish, korxona tashkilotlarida o'z xodimlarini ularning xabari bo'lmasdan nomlaridan arizalar yozib ishdan bo'shatish holatlari borasida yoki shunga o'xshash juda ko'plab holatlarda fuqarolarda muammolar tug'iladi. Holat yuzasidan bemalol ekspert kengashga markaziga murojaat qilib, shartnoma asosida pullik xizmat ko'rsatilib, imzolar kimlar tomonidan bajarilganligi yoki haqiqatdan ham bu borada fuqaroning xabari bo'lmaganligi, imzolar soxtalashtirilganligi yoki uni nomidan yozuvlar soxtalashtirilganligini faqatgina xatshunoslik yo'nalishi bo'yicha aytyapman, aniqlab berilishi fuqaroning huquqlari tiklanishida, kelgusida ushbu ekspertiza xulosasi ashyoviy dalil sifatida unga o'zini himoya qilishda asqotib, o'zini buzilgan huquqlarini tiklashida yordam beradi. Bu bitta tomoni. Bitta tomoni. Ekspert kriminalistika markazlari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga shartnoma asosida pullik xizmat ko'rsatish oldindan ham bu ishlar amalga oshirilardi, lekin yaqin yillardan boshlab bu xizmatlarga qo'shimcha bandlar kiritilib, keng qamrovli ekspertizalar o'tkazish boshlandi. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tarkibidagi ekspert kriminalistika markazida kunlik nechta murojaat kelib tushadi o'rganishlar bo'yicha? Ko'plab ekspertiza tadqiqotlar o'tkaziladi va bir kunda o'rtacha 10-15 tadan ekspertizalar o'tkazilishi mumkin. Pullik shartnoma asosida xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha bir oyda 4-5 tadan 10 ga yaqin arizalar kelib tushadi. Bundan tashqari xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida ishlar amalga oshirilmoqda va bu oylik davomida bizda ekspertiza tadqiqotlar o'tkazish salmog'i oshib boradi. Endi mana shu yangiliklardan hammaning ham xabari bo'lmasligi mumkin. Targ'iboti qanday yo'lga qo'yilgan joylarda aynan mana shunday xizmat faoliyati joriy qilingan bo'yicha? Shartnoma asosida pulli xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha biz ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lonlar berib boramiz. Advokatlik byurolari bilan aloqalarimiz bor, xabar qilib boramiz. Ular ham o'z o'rnida fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarni advokatlik orderi bilan bizga birgalikda murojaat qilishadi. Yillar davomida o'zlashtirgan bilim va malakalaringizdan kelib chiqib aytingchi, bugungi kunda O'zbekistonda ekspert kriminalistika sohasini rivojini qanday ko'z bilan ko'rasiz o'zi? Albatta ekspert kriminalistika sohasini kelajagi porloq. Biz har doim jinoyatchilardan bir qadam oldinda bo'lishimiz kerak. Shu sababli ekspert kriminalistika sohasi doim rivojlanib boradi. Chunki jinoyatning yangi turlari paydo bo'lishi bilan biz ham yangi bilimlarni egallashimiz lozim bo'ladi. Kelgusida ekspert kriminalistika sohasini rivojlantirish uchun biz kabi yoshlar ko'proq bilim va tajriba to'plab yuqori natijalarga erishishimiz kerak. Ekspert kriminalistika sohasi umumiy ichki ishlar organlarida o'ziga xos maxsus bilim talab qiladigan soha hisoblanadi. Boshqa sohalardan shunisi bilan ajralib turadi. Bunda faqatgina bitta soha bo'yicha yoki yuridik bilim bilan chegaralanib qolib bo'lmaydi. Huquq yoki umumiy tarix, boshqa fanlardan tashqari o'zlari istagan yo'nalish bo'yicha qo'shimcha fanlardan ham o'rganish kerak. O'tgan yil 2025-yilda Farg'ona viloyatida o'tkazilgan eng yaxshi ekspert kriminalist ko'rik tanlovida faxrli 2-o'rinni egalladim. Albatta bu prezidentimizni e'tibori. Kelgusida ekspert kriminalistika sohasini yanada rivojlantirish maqsadida yanada ko'proq chuqur bilimlarni egallab, ilmiy ish qilishni niyatdaman. Tahlil qiladigan bo'lsak, aynan ekspert kriminalistika yo'nalishida
Sizlarga o'xshagan mutaxassislarning yordami bilan o'tgan yilda qancha jinoyat fosh etildi o'zi? Mana joriy yilning shu vaqtiga qadar nechta jinoyat fosh etildi? Qanday turdagi jinoyatlar aksariyatini tashkil etadi? Qashqadaryo viloyati ekspert kriminalistika markazi hamda uning shahar tuman quyi bo'linma va guruhlari tomonidan o'tgan yil mobaynida 30 ga yaqin o'g'irlik jinoyatlari issiq izdan qo'l barmoq izlari orqali fosh etildi. Bundan tashqari qotillik va boshqa turdagi jinoyatlar fosh etilishda ham katta hissa qo'shilgan. Tergov qadar tekshiruv organi, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudning qarorlariga asosan jinoyat ishlarini isbotlovi uchun muhim ahamiyatga kasb etadigan ekspertiza xulosalari Qashqadaryo viloyati ekspert kriminalistika markazi va uning hududiy bo'limlari tomonidan mingdan oshiq marotaba o'tkazilib, ekspertiza xulosalari berilib, jinoyatlarni fosh etish borasida amaliy yordam berilgan. Ekspert kriminalistika sohasi sharafli va bir vaqtning o'zida mashaqqatli kasb hisoblanadi. Ko'plab muammolar ham yuzaga keladi. Bunda ashyo dalillarni aniqlash va olish bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ayrim holatlarda ashyo dalillarni sifatsiz olinishi va tadqiqot natijalari o'zining samarasini bermasligi mumkin. Yana qo'shimcha qilib aytish mumkinki, ekspertiza tadqiqotlarni o'tkazish jarayonida murakkabliklar, ikkilanishlar yuzaga keladi va qo'shimcha ish materiallari yetishmasligi mumkin. Bu holatlarda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan quyi bo'linma xodimlariga har oy davomida o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladi va ularning bilim va tajribalari oshirib boriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ekspert kriminalistika sohasi umumiy jinoyatlarni fosh etish va isbotlov jarayonida, tergov davomida yoki sud davomida o'zini ekspertiza tadqiqotlari va ular natijasi bo'yicha bergan xulosalari bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ekspert kriminalistika markazi va quyi bo'linmalar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar o'zini samarasini berib kelyapti. Bu borada fidokorona xizmatimizni davom ettiramiz. Fuqarolarning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta'minlash borasida xizmatni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, shu o'rinda studiyamiz mehmonlari Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi kriminalistlari Abdurazzoq Xudoyberdiyev hamda Fuzail Mardonovlar bo'lishdi. Shu o'rinda ta'kidlash kerak, albatta jinoyatlarni issiq izida fosh etishda va haqiqatni ro'yobga chiqarishda kriminalistlarimizning o'rni beqiyos. Dasturlarimiz esa davom etadi. Xayr, salomat bo'ling.